Michael Hart 100 buyuk shaxs nomli kitobning muallifidir. U ushbu kitobni 28 yil mobaynida yozib tugatgan. Londondagi ma'ruzalaridan birida tarixdagi eng buyuk va nomi manguga muhrlangan shaxs Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb omma oldiga chiqqanida, u yerdagilar unga qarshi chiqib, hushtak chalib, baqir-chaqir qilishgan. U so'zida davom etib, Muhammad sallallohu alayhi va sallam 611-milodiy sanada Makka nomli kichkina bir qishloqdan chiqqan. Odamlarga men Alloh tomonidan yuborilgan elchiman deb aytgan. U bilan birga 4 ta do'sti, xotini va 2 yosh bola iymonga kelgan. Oradan 1400 yil o'tdi. Musulmonlar soni milliarddan oshib ketdi. O'sish esa hanuz davom etmoqda. Bu buyuk shaxs yolg'on gapirishi hech mumkin emas. Chunki yolg'on 1400 yil yashay olmaydi. Hamda yolg'onni qabul qiluvchilar 1 milliard kishidan ziyoda bo'lib, oshib borishi ham mumkin emas. Shuncha vaqt o'tishiga qaramasdan, bugungi kunda ham musulmonlar payg'ambarlariga gap tekkizmaslik uchun jonlarini fido qilishga tayyordirlar. Birorta xristian shunday qila oladimi? Deganida zalda jimlik hukmron bo'lgan edi.